Ko'zlar shishi, Bu tanada to'plangan tuz, buyrak toshi, surunkali yallig'lanishi belgisi hisoblanadi. ko'rish xiralashishi, A vitamin defitsiti ko'z ichi suyuqligi va to'r porda hujayralarining yetarli darajada gidrolat qilinmasligi. bir tomon ko'z tortilishi, Magniy va kalsiy defitsiti ba'zi bir holatlarda B1, B2, B16 vitaminlarini yetarli darajada bo'lmasligi va stress hisoblanadi. ko'z ichki qismi oqarishi, Gemoglobin pastligi, ko'z oqini sarg'ayishi, jigar va o't chiqish muammosi, ba'zi bir holatlarda Gilber sindromi bo'lishi mumkin. Buni bilish uchun genetik test topshirilishi lozim. ko'zlar shishib uyg'onishi, Bu gistamin yuqoriligi, suv to'planishi, limfa yomon ishlashi, jigar detoks sustligi, yaxshi uxla olmaslik yoki magniy kalsiy defitsiti. ko'z tagidagi qora ishlar, Bu temir defitsiti, ammiak oshganligi sababli yoki stress oqibatida bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda yurak va buyrak surunkali kasalliklari bilan ham bog'lanishi mumkin. fokusni tez yig'olmaslik, Qalqonsimon bez faoliyati buzilishi va B12 vitamini yetishmasligi.